Assalomu alaykum aziz tinglovchi. E'tiboringizga Shukur Xolmirzayevning Yashil Niva hikoyasini havola etamiz. Avvalo shuni aytishim kerakki, biz tomonning odamlari ancha serandisha keladi. Buning tarixiy ildizlari bor. Biz kattalarga, xususan yosh ulug'lar va lavozimli shaxslarga ta'zim qilib o'rganganmiz. Yo'g'asam zamonga qaraysanmi deng, sotsializmdan putur ketgani aniq. Pribaltikada mustaqillik uchun namoyishlar bo'lyapti. Toshkent ham tinchini yo'qotgan. Bizda esa Bag'doddagidek osoyishtalik. To'g'ri, bizda ham diktator arboblarga qarshi chiqishlar bo'lib turadi. Shunda ham azob va kamsitilishlar jonidan o'tib suyagiga yetganlar. Qurbaqani bossang ham vaqt deydi-ku, biroq ont ichib aytamanki, gap bunda ham emas. Nimagaki, shaxsan menga o'xshaydigan ziyoli hamma yerda bor va men tilga olmoqchi bo'lgan sadqai tilga olishi ketsin. Diktator amaldor ham boshqa oblastlarimizdan topiladi. Pervorda Yashil Nivaning ham urug'i serob. Qolaversa, o'sha baland oqdovonga o'xshash dovonlar ham respublikamizda ko'p. Xullas, ga borayotib edik. Yurtga, shahrimizga mana shu qizil Jigulidamiz. Xotinim, o'g'lim, qizim. O'zim ruldaman. Yo'limiz oqdovondan o'tish kerak. Dovon esa haligiday bir diktatorning sovxoziga qaraydi. Ilgarilari bu yoqqa yo'lim tushsa ham, qaytishda ham dovonni chetlab cho'l orqali kelardim. U yoq tinch, yo'li tekis, eng muhimi diktator yo'q. Bu gal juda shoshib turgandik. Soat 12 da institutda bo'lishim kerak. Darsimiz bor. So'ngra ne bir xayol bilan bahor-ku, bolalar ham bir yayrasini tomosha qilsin deb ularni ham olib olgandim. Ha, dovonning yo'li yaqinda, xullas shahardan chiqdik. Tog' etagida kabob pishiradigan bitta kafe bor. O'sha yerda to'xtab, 2 sixdan kabob yedik. Bir piyoladan choy ichdik. Keyin yana yo'lga tushdik. Yo'l deng tog' bag'irlab ketadi. Hamma yoq yashnagan, dovonlar oppoq gullagan, namataklar ham rosa ochilgan. Butun dunyoning bulbuli shu yerlarga yig'ilib kelganday. Har shoxda chaqchaqlaydi. Etakda soy bor, nargi betlari qor. Shunday qilib atrofni tomoshalab, juda xushnud kayfiyatda ketayotib edik. Mashinaning tezligi o'rtacha soatiga 50-60 kilometr. Ketayapmiz u ko'nglimning ostida bir tahlika paydo bo'ldi. Diktator uchrab qolmasin-da. To'g'ri, u bizni yeb qo'ymaydi. Ammo uning qilmishlari dahshat. Anchayin salom bermay o'tgan o'smirni oyog'idan ostirgan. Xullas, burilishdan o'tayotib edik, shunday qiyg'os gullagan olmalar ichidan bitta Yashil Niva lop etib chiqdi-yu, oldimizga tushib sekin keta boshladi. Ne ko'z bilan ko'rayki, xuddi o'shaning mashinasi, mashhur mashina. Diktator, direktor deyapman-u, iltimos uni jindek eslashib olaylik. Xo'sh, u kimsa o'sha raykom sektorlarini almashtirib yurganlardan biri. O'z bilganingizni tasavvur qilavering. Ularning bari bir-biriga o'xshaydi. Puli bilan mansabga chiqib olgan. Keyin davlat planlarini xalqni qulday ishlatib, tag'in prinsip bilan oshirib bajarib geroy bo'lgan. Keyin markazqomdan himoyachi aka topgan. Balki o'sha aka tufayli geroy bo'lgan. Xullas, akaning ochil dasturxoniga aylangan. Bu yoqda o'zlariga xon, o'zlariga bek bo'lgan kishi. Bizga o'xshagan odam institutning oddiy o'qituvchilari ham u kishim uchun bir chigirtka. Chersa uchib ketamiz. Darvoqe, bu odamning zulmi institutini ham zabt etgan. Rektorimiz bechora bir yaxshi odam. Uning nomini eshitsa zirillar edi. Uning qishlog'idan yoki qarindoshlaridan birorta bola o'qiyotgan bo'lsa, avvalo o'shaning ko'nglini olish payida o'rgilib, o'rtanib yuradi. Lekin uning ustidan yoza ham ko'paygan. Qayerlardadir g'alayon bo'lgani haqida ham eshitardik. Shunday qilib Yashil Niva yo'lga tushib oldi-da, juda sekinlab keta boshladi. Albatta o'shaning mashinasi bu. Yon-beridan antinalar chiqilgan demak. Ichida ratsiya ham bor. Mashinani o'zi deng yap yangi, lekin yon bag'ridan chiqib keldi-ku, orqa oynasi loy edi. Shuning uchun ichkarida necha kishi o'tirganini ko'rinmasdi.
juda emillab ketyapti. Men ham tezlikni kamaytirdim. Nima qilay, o'tib ketaymi? O'sha kuni institutdan dumimni tugadi. Bunaqa voqealar bo'lganda ayrimlar ehtiyotsizlik qilib o'tib ketib baloga yo'liqqanlar. O'zi men sizga aytsam, bunaqa o'zim xon, o'ziga bek arzandalar ilgari ham jamiyatimizda bo'lgan va qizig'i shundaki, ular bari bir-biriga o'xshagan. Biroq bizning jamiyatimizda ularning paydo bo'lishi istisno holdirki, bu kishini juda o'ylatadi. Biz ham Nivaning oyog'iga qarab ketyapmiz. Bir mahal o'g'lim injiqlik qila boshladi. Ada, o'tib ketaylik. Narigi tekis yo'lda yurishimga o'rganganda, bu yerdagi bahor manzaralari uni yana ko'tardi. Xo'p deyman. Hozir o'tamiz deyman. Keyin xotinimiz ham xarxasha qila boshladi. Nima bo'ldi sizga? Bunday emillab qoldingiz? Yo'l keng-ku, abgon qila qoling adasi. Mening ham dardim ichimda. Institutga tezroq yetib olishim kerak. Bu yurishda kim biladi? Xullas ketayapmiz. Tavba deyman. Goho Niva to'xtab qoladi. Go'yo o'taver deganday o'tib bo'pman. Men ham Jigulini to'xtatib qolaman. Ketaveraylik. Tabiatdan zavq olishning ham rasvosi chiqdi. O'g'il tag'in xarxasha qiladi. Xotin ming'irlaydi. Qizaloq ham onasining gapini takrorlay boshlaydi. Ana tomosha. Gapning qisqasini aytsam, 1,5 yoki 2 soatlar uning orqasidan ergashib yurdim. Sal tezlasa tezlayman, sekinlasa sekinlataman, to'xtasa to'xtab qolaman. Barimiz bo'lganimizcha bo'ldik. O'g'il yig'lay boshladi. Xotin biz bilan gaplashmay qo'ydi. Qizaloq xo'mraygan. O'zimcha, menga zaril ketdimi bu yurish? Institutdagi darsim ham barbod bo'ldi. Davondan oshgandan keyin ham kamida 2 soat yurishim kerak. Soat 12 ga yaqinlashganda qo'llarim qaltirab, mashina ham qizib ketib, davonga chiqishimizga 1 chaqirimlar qolgan edi. Niva birdan burilib chap tarafga o'tdi-da, shunday tik qirga zing'illab chiqib ketdi. Xayol qildim. Samolyotning motori o'rnatilgan. Qirdan oshib g'oyib bo'ldi. Shukr qilib, yoqalarga tuf-tuflab tezlikni oshirdim. Davonga chiqdik. Shunday chetda dan posti bor. Qarasam, tanish inspektor yo'lga chiqib ketyapti. Olg'a tayog'ini shunday cho'zdi. To'xtadim. Xursand bo'lgan chog'da yana yurak urishini ko'ring. Yo'lda biron nojo'ya harakat qildimmi deb o'ylayman. Inspektor ham diktatorga qarashli odam-da. Ratsiya orqali bir nima degan bo'lsa, pravaning 10 joyidan teshadi. Bu yo'lni bir umr orzu qilmaydigan bo'ldim. Hujjatlarni olib chiqardim. Assalomu alaykum. Serjant Ches berdi-da, bularni joyiga solib qo'ying domla. Xo'jayin juda odobli bola ekan dedilar, dedi kulimsirab. Karaxt bo'lib qoldim. Biz bolakay odob yuzasidan u kishini yo'lda qoldirib o'tib ketmagan ekanmiz. Voy muttaham-ey. Ha, undan qutulganimizga ming bor shukr qilib yo'lda davom etdik. Hademay xotinning ham chehrasi ochildi. O'g'ilchamiz ham otasini taniganday bo'ldi. Qizaloq ham yig'idan to'xtadi. Lekin bizning ishimiz rasvo bo'lgan edi. Dars o'tilmay qoldi. Oradan 2 kun o'tgan edi deng, bu yoqdan telefon bo'lib qoldi. Ha, tezda yetib keling. Vilyunusga jo'naysiz. O'zbek san'ati tarixidan ma'ruza o'qib kelasiz. Bizning institut bilan ularning instituti orasida shunday o'qituvchilarni ayrbosh qilish, bir-birining san'ati haqida ma'ruza o'qish an'anasi bor edi. Yana yo'lga tushdik. Endi dovonlardan tushadigan bo'ldik. Birinchidan, vaqtli yetib borishimiz kerak. Ikkinchidan, biz xo'jayinga xiyla yoqib qolgan odobli bo'lamiz. Bu gal o'tgan galgidek qiynalmasmiz. Keyin xo'jayin har kuni shu yo'ldan qatnayvermas. Ko'ngilga taskin berib dovonga yetib keldim. Qarasam, dan posti berk, inspektor yo'q. Ha, chaqirib olgandir-da deb o'yladim. Axir militsiyalar ham u kishining yugurdagi edi-da. Nishab yo'l. Anchagina tezlik bilan tushib ketyapman. Lekin butun vujudim ko'z quloq. Tag'in bir burilishdan chiqib qolsak, bilasiz-ku, unday odam yeb turgan tomoniga ham tupuradi. Tushib ketyapman, tinchlik. Bahor avjida. Yana bulbullar sayrab yotibdi.
Yo'lda imoratlari toshdan yasalgan kichkina bir qishloq bor edi. Undan o'tgach, kabob pishiriladigan kafega keldik. Bu qishloqqa yetdim deganda o'sha inspektorni ko'rib qoldim. U meni ancha naridan ekanimda ko'rdi shekilli, tayog'ini cho'zib turdi. Mashinani to'xtatdim. Har ehtimolga hujjatlarni olib chiqdim. Inspektor o'rnidan jilmaydi. "Assalomu alaykum" deb oldiga bordim. "Nega tez kelyapsiz?" dedi u. "Chesib berish qayoqda?" Meni tanimaydiganday. "Yo'q, ana spidometrni ko'ring" dedim. "Ko'rib turibman, 3 so'm" dedi. "Xo'p, pulni to'lab, xo'jayin yaxshi yuribdilarmi?" dedim. U aftimga ensasi qotgandek qarab turdi-da, "Xo'jayin ketdi" dedi. "Qayoqqa?" "Ketadigan joyiga, tushundingmi? Kecha partiyadan o'chirildi. Bugun ishdan olindi." "Sabab?" "Xalq. Hamma sizga o'xshagan odobli bolami? Shu gap menga ta'sir etib ketdi deng. Xuddi o'sha kungi odobli ekanimni ta'na qilgan edi. O'zlari ham odob masalasida kaminadan qolishmas ekanlar" dedim. Va yana so'zladim. "Nahotki akalari ketgan odam ketadi-da" dedi u. "Boshqa akalarga yoqmay qoptilar. Bu yoqda xalq turibdi, tishini qayrab, go'yo xalqning yonini olishdi ular. Endi yo'ldan qolmang domla. Yo'g'asam odobda sizdan qolishmasligimni" u bir nima deb po'ng'illadi. Men mashinani minib jo'nadim. Ham xursandman, ham kulaman, ham o'l deyman o'zimga. Kuni bitgan ekan-ku, nega o'sha kuni muncha qo'rqding? Xotining, bolalaring oldida sharmanda bo'lding. Qancha asabing ketdi. Vang'illatib o'tib ketsaydim, nomard deyman. Ul odamning partiyadan o'chgani, ishdan olib qalamni eshitgandirsiz. Eshitmagan bo'lsangiz, o'zingiz bilgan shunday diktatorni eslang. Ularning ham boshiga shunday kun tushadi. Balla, o'zi bu hol jamiyatimiz uchun istisno hol edi-da, ammo bundan keyin ham o'ylatadigan hol. Endi bu yog'ini eshiting. O'zimni so'kib, nomarddan nomardga solib, tabiiy ravishda uni o'zimni mard chog'lab ketayotsam, ishonasizmi deng, kafedan o'tgan joydagi burilishdan shunday qayrilgan edim, shunday chap tarafdan suv sizib oqayotgan qir oralig'idan bitta yashil niva g'uv etib tushdi-yu, yo'lning cheti bilan sekin keta boshladi. Shunday tormoz berdimki, boshim oynaga urildi. Xudo urdi. Inspektor meni aldagan bo'lsa-chi deb o'yladim. Yana Jigulimni sekin haydab, u bilan izma-iz keta boshladim. Boyagi mardligim qayoqqa ketdi deng? Tezroq yursa tezlashaman, sekinlashsa sekinlashaman. Qadamiga qarab, ichimni mushuk tataladi. Yana kechikadigan bo'ldim-da deb borayotgan edim, Niva birdan to'xtadi-da, eshigi ochilib, bir rus bola boshini chiqardi. "Ha" dedim. Mashinamni sal ilgari haydab, bu tomonning oynasini tushirdim. "Чё ты преследуешь" dedi. Qotib qoldim. "Izvinite" deb mashinaga zehn solsam, ancha eski mashina. O'tib ketdim. Yana kulaman. "O'l sen vahimachi" deyman. Qo'rqoqqa qo'shaloq ko'rinadi degani shu ekanda. Dadil bo'le, odamsan-ku, anavi diktatorlar paydo bo'lishidan oldin ham bor eding-ku. Xalqdan ibrat olmaysanmi? Xalq uyg'onayotir-ku. Ana shunday qilib yo'lda davom etdim. Shaharga kirib keldim. Lekin bir narsani yashirmay aytaman. Hali hamon shahar ko'chalarini, Alloh joylarini, yashil nivani ko'rsam, yuragim orqamga tortib ketadi. Nega bunday aqlim yetmaydi? Balki bu ham o'ylab ko'riladigan holdir.